Nazira opa, mana allergik sezon boshlandi, to'g'rimi? Bizlar markazda nima yordam qilishimiz mumkin? Allergik sezon hozir boshlanmadi. Allergik sezon hozir yil davomida davom etmoqda. Bahorda ham, yozda ham, kuzda ham, qishda ham. Hozir mana har ikkita odamni bittasida allergik o'zgarishlar bor organizmda. Terida toshmalar ko'rinishida bo'lsin yoki atopik dermatit holatida yoki allergik dermatit yoki eshak yemi yoki o'sha bo'ladigan burun oqishi, aksirish, yo'talish, nafas qisilishi ular holatda bo'lsin. Bular hammasi organizmni o'sha allergik omillarga sezuvchanligi javobi bo'ladi. Bizada hozir shu narsalarni aniqlab beruvchi allergiya testlar mavjud. O'zi allergiya mana shu aniqlab beruvchi bir nechta turi bor. Bizada aniqlab beriladi va o'sha surunkali kechayotganlarni ham bizada shu narsa yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa allergik vazomotor rinitlarda vaksinatsiyasi bor. Vaksinatsiyasi o'sha qaysi omil keltirib chiqarganiga qarab turib, o'sha narsaga bir oyda bir marta qilinadigan vaksinatsiyasi bor. O'sha narsalar olsa, bemorlar va allergik kasalliklar bilan qiynalib yurgan bemorlar bu nimalardan, nima deydi, qiyinchiliklardan qutulib ketish yo'llari hozirda bor.